Assalomu alaykum. Demak, 9-sinf matematika imtihoni biletlariga yechimlar qilishni davom ettiramiz. Xo'p, demak, bugungi mavzuyimiz kvadrat funksiyalar. Demak, kvadrat funksiyalar o'zi qanaqa funksiyalarni biz kvadrat funksiyalar deymiz? Ya'ni ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishidagi funksiyalarni kvadrat funksiyalar deb yuritamiz. Va bugungi bo'limda, bugungi mavzuda shunday masala qo'yilganki, demak, kvadrat funksiya berilgan, uni grafikini chizishimiz kerak bo'ladi. Grafikdan foydalanib quyidagilarni aniqlang deyilgan. Funksiya grafigi qaysi tekislikning qaysi choragidan o'tishini, funksiya grafigining koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalari, funksiyaning aniqlanish sohasi, funksiyaning qiymatlar to'plami va funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlarini topishimiz kerak ekan. Yaxshi. Ana endi har bitta mana bu savolga alohida to'xtalib, oldin nimani topishimiz kerak ekanligini bilib olaylik. Xo'p, birinchisi, demak, birinchi qilinadigan ish grafik chizish. Ana endi kvadrat funksiyaning grafigi parabola bo'ladi. Parabola. Ya'ni parabolani shakli mana bu ko'rinishda bo'ladi. Parabola. Demak, bu yerda mana shu bo'limdagi 16 ta savolning hammasida grafik yoki mana shu ko'rinishda yoki mana bu ko'rinishda bo'lishi kerak. Hozir bu grafikni qanday chizishni ham o'rganib chiqamiz. Xo'p, keyingi qismida funksiyaning grafigi koordinata tekisligini qaysi choraklaridan o'tishini aniqlang. Xo'p, mana bu koordinata tekisligi x, y o'qi va bu yerda choraklarni qanday belgilaymiz? Choraklarimiz mana bu birinchi chorak, ikkinchi chorak, uchinchi chorak va mana bunimiz to'rtinchi chorak bo'ladi. Va choraklar o'zgarmaydi. Xo'p, tasavvur qilaylik, mana shu grafikni chizib bo'ldik va endi bu grafik qaysi choraklardan o'tadi deb so'ralsa, mana shu grafik. Demak, birinchi chorakdan o'tdimi? O'tdi. Mana bu qismi birinchi chorakdan o'tdi. Ikkinchi chorakdan o'tdimi? O'tdi. Mana bu qismi ikkinchi chorakda yotibdi va mana bu qismi esa uchinchi chorakda. Demak, bizni mana bu birinchi grafikimiz birinchi, ikkinchi va uchinchi choraklardan o'tadi deb javob beramiz. Demak, grafikka qarab turib, qaysi chorakdan o'tishiga javob berishimiz kerak. Keyingisi, funksiyani grafigining koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalar. Koordinata o'qlari nima? Mana bu bizda x o'qi, mana bu esa y o'qi. Koordinata o'qlari bilan kesish nuqtalari qaysi desa, mana shu koordinata nuqtasini ustiga tushgan qismi, ya'ni mana bu y ni kesib o'tishi, mana bu ikkitasi esa x ni kesib o'tish nuqtalar. Demak, mana shu nuqtalarni topib javob sifatida yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni x o'qini qaysi nuqtada kesib o'tdi, y o'qini qaysi nuqtada kesib o'tdi. Demak, ikkinchi savolga mana shu nuqtalarni topib yozishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, funksiyani aniqlanish sohasi. Endi aniqlanish sohasi nima desa, aniqlanish sohasi mana bu x o'qida
ya'ni x ga qaysi qiymatlarni berishimiz mumkinligi haqida gap ketadi. Kvadrat funksiyada esa aniqlanish sohasi demak har doim nima bo'ladi? Minus cheksizdan plus cheksizgacha bo'ladi. Nega? Chunki parabolani biz har qanaqa x ni qiymatida aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 0 bersak ham bo'ladi, minus 1 bersak ham bo'ladi, minus 1 bersak ham, minus 100 bersak ham funksiyani qiymatini aniqlay olamiz. Xo'p, keyingisida funksiyani qiymatlar to'plami. Funksiyani qiymatlar to'plami mana bu y o'qida qaysi oraliqda qiymatlarni qabul qiladi. Ana endi mana bu grafikimizni eng quyi chegarasi mana bu nuqta. Yuqori chegarasi esa cheksiz, ya'ni tepaga qarab cheksiz davom etadi. Demak, quyi chegaramiz mana shu bo'lsa, mana shu A nuqtadan yuqoriga qarab cheksiz davom etadi. Demak, qiymatlar sohasi bizda bo'ladi A dan cheksizgacha. Bu parabolamiz yuqoriga qarab turgan holatida. Parabolaning shoxlari yuqoriga qarab turgan holatida. Agar mana bu ko'rinishda pastga qarab turgan bo'lsa, yuqori chegarasi mana bu. Demak, A nuqtadan minus cheksiz. Demak, minus cheksizdan A gacha bo'ladi qiymatlar sohasi. Ya'ni pastga qarab mana bu parabolamiz cheksiz davom etganligi uchun minusga qarab ketadi. Eng yuqori chegaramiz esa mana bu A nuqta. Minus cheksizdan A gacha. Demak, qiymatlar to'plami deyilganda bizni y bo'yicha qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarni aniqlashimiz kerak bo'ladi. 5-qismida funksiyani o'sish, kamayish oraliqlari. O'sish, kamayish oraliqlari qanaqa topiladi deyilsa, o'sish, kamayish oralig'i mana bu parabolani uchidan simmetrik nuqta o'tkazib yuborsak, parabolani shoxlari yuqoriga qaraganda mana shu uchigacha bo'lgan masofada funksiya kamayadi. Mana shu parabolani uchidan bu qismida esa funksiya o'sadi. Demak, biz mana bu parabola uchini topib turib, shungacha bo'lgan, ya'ni minus cheksizdan parabolani uchigacha bo'lgan mana bu x ni qiymatigacha kamayadi deb javob beramiz va mana shu parabolani uchidagi x ni qiymatidan cheksizgacha bu o'sadi, ya'ni o'suvchi funksiya bu yog'iga deb aytsak bo'ladi. Xo'p, parabolani shoxlari pastga qaragan holatida, demak, parabolani uchigacha bo'lgan mana bu x gacha, minus cheksizdan x gacha o'suvchi, bu x dan cheksizgacha esa kamayuvchi bo'ladi. Demak, mana bunday o'sib keldi va mana bu uchiga yetib kelgandan keyin kamayishni boshladi. Birinchi grafikimizda esa kamayib keldi va parabolani uchiga kelgandan keyin o'sishni boshladi. Mana. Demak, umumiy holatda mana shu ishlarni ketma-ketlikda bajarishimiz kerak bo'ladi bugungi bo'limda. Kvadrat funksiya. Ana endi biz qiladigan ishimiz nima? Buguncha demak, men sizlarga ikkita funksiyani mana shu tartibda to'liq tahlil qilib beraman va mana shu ikkita funksiyani to'liq tahlili asosida qolgan funksiyalarni tahlilini o'zingiz mustaqil bajarib qo'yasiz. Demak, ketdi. Birinchi bo'lib grafikni chizishdan boshlaymiz ishni. Mana bu qismi o'zi bizga kerak emas va mana bu parabolani ham o'chirib tashlasak bo'ladi.
Xo'p, demak bu yoq qismi y. Xo'p, parabolani grafigi qanaqa chiziladi? Demak, bizga funksiya berilgan y barobar minus 2x kvadrat plus 8x minus 6. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz x ni o'rniga 0 ni qo'yib hisoblaymiz. X teng 0 ni qo'yib hisoblasak, y barobar minus 2 kara 0 ni kvadrati plus 8 kara 0 minus 6. Buni hisoblab qo'ysak minus 6 ga teng. Demak, x 0 da y minus 6. Mana shu nuqtani topib olamiz. Demak, mana bu har bitta katakni bir birlik deb hisoblasak, mana bu 0 nuqta 1, 2, 3 va hokazo davom etadi. Yuqoriga ham 1, 2, 3 bo'ladi. Pastga minus 1, minus 2, minus 3 va hokazo pastga qarab ketadi. Demak, x dan 0 da y dan 5, 6, minus 6. Mana bu nuqtadan o'tar ekan. Xo'p, ana endi x ga 0 berib hisobladik. Ana endi x ga 1 berib hisoblasak. X teng 1 deb hisoblaydigan bo'lsak, y barobar minus 2 kara 1 ni kvadrati plus 8 kara 1 minus 6. Buni hisoblab qo'ysak, minus 2 plus 8 6 ga teng. 6 bo'lsa, minus 6 0 ga teng. Yaxshi. Demak, x dan bir qiymat berilganda, y dan 0 qiymatni qabul qilar ekan va mana bu nuqtadan o'tadi. Yaxshi, buni ham hal qildik. Zo'r. Ana endi x ni o'rniga minus 1 beradigan bo'lsak, y barobar minus 2 kara minus 1 ni kvadrati plus 8 kara minus 1 minus 6 teng 0. Bunda mana bu qismi minus 2, minus 8 va xo'p, minus 14, minus 16 bo'lar ekan. Xo'p, minus 16 ni chizishimiz uchun hozir bizda juda bir pastga tushishimiz kerak ekan. Shuni hisobiga biz hozircha qilinadigan ishimiz minus 1 emas, kattaroq son beramiz. Ya'ni kattaroq son berilganda bizni ishimiz qanaqa bo'ladi? Xo'p. Demak, bu qismi tayyor. Demak, mana bu yerda minus 16. Demak, minus 1 da yuqori pastga qarab ketdi. Xo'p, ana endi x ga 2 ni berib hisoblasak, y barobar minus 2 kara 2 ni kvadrati plus 8 kara 2 minus 6. Hisoblasak, mana bu yerda minus 8, minus 6, minus 14 va 4. Qiymat 4 ga teng ekan. Demak, 2 da 4. Mana bu nuqta. Endi 3 berib hisoblaydigan bo'lsak, x teng 3, y barobar minus 2 kara 3 ni kvadrati hop plus 8 kara 3 minus 6. Hop, qiymat nechiga teng bo'ladi? Demak, bu qismida 18 minusdan minus 24, minus 24 dan 24 ni ayirsak 0 ga teng. Demak, mana bu nuqtaga yetib keladi. Ana endi hop, yana bitta qiymat topib hisoblab qo'yaveraylik. 4 berib hisoblasak, x teng 4 da y teng minus 2 kara 4 ni kvadrati plus 8 kara 4 minus 6. 16, 32 minusdan mana bu 0 va minus 6. Demak, 4 da minus 6. Mana bu. Demak, mana nuqtalarni topib chiqdik. Ana endi shularni birlashtirsak,
bizda parabolani grafigi hosil bo'ladi. Mana shu tartibda mana grafikni qurib oldik. Grafik tayyor. Grafik tayyor degani mana bu savoldagi hamma savollarga javob berishimiz mumkin degani. Ana endi buni taxminiy davom ettirib qo'ysak, mana bu tartibda yana davom etadi pastga qarab cheksiz. Xo'p. Ana endi qaysi chorakdan o'tadi? Demak, birinchi chorakdan o'tadi. Ikkinchi chorakdan o'tmas ekan, demak 3-chorak va 4-chorakdan o'tadi deb javob beramiz. Qaysi nuqtalarni kesib o'tadi? Y dan -6 da kesib o'tadi. X dan esa 1 va 3 da kesib o'tadi. Ya'ni kesib o'tish nuqtalari mana bulardan iborat edi. 1 va +3 da kesib o'tdi X o'qini. Aniqlanish sohasi plus cheksizdan minus cheksizdan plus cheksizgacha. Demak, X ga har qanaqa qiymat berib, Y ni qiymatini topishimiz mumkin. Ana endi funksiyani qiymatlar to'plami. E'tibor bersak, yuqori chegaramiz 4 ga teng bo'ldi. Quyi chegaramiz esa mavjud emas. Demak, qiymatlar to'plami bo'ladi bizda minus cheksizdan 4 gacha. Xo'p. Ana endi funksiyani o'sish va kamayish oraliqlari. Demak, parabolani uchini x dagi qiymatini bilamiz. Demak, 2 da erishar ekan va minus cheksizdan 2 gacha o'suvchi, minus cheksizdan 2 gacha o'suvchi, 2 dan cheksizgacha kamayuvchi deb yozib qo'ysak bo'ladi javob sifatida. Demak, mana shu qismda biz berilgan birinchi funksiyani to'liq tahlilini qildik. Bu yerda o'sha grafik chizishni o'rgandik, nuqtalarni topib. Demak, grafik chizilgandan keyin qaysi chorakdan o'tganligini, qaysi nuqtalarda kesib o'tgan koordinata o'qlarini, aniqlanish sohasi, qiymatlar to'plami va funksiyani o'sish kamayish oraliqlari bo'yicha hamma savollarga javob berdik. Ana endi bu yerda ba'zi narsalarni yana o'rgatib ketaman. Ya'ni funksiyani grafikini har safar mana bu 5-6 ta nuqtalarni belgilab chizishdan ko'ra buni grafikni mana bu usulda topishimiz ham mumkin. Ya'ni boyagi grafikni chizish uchun birinchi navbatda x ga 0 berib hisoblaymiz. X ga 0 berib hisobladik degani bu y o'qini qayerda kesib o'tishini bildiradi. Ya'ni y o'qini qayerda kesib o'tishini topish uchun x ga 0 qiymat berishimiz kerak. Ana endi y teng 0 ni hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni kvadrat tenglami bo'lib qoladi. Bunda x o'qini kesib o'tish nuqtasi bo'ladi. Bu yerda ikkita chiqishi mumkin yoki bitta chiqishi mumkin yoki umuman x o'qini kesib o'tmasligi ham mumkin. Bu endi diskriminantga bog'liq holda topiladi. Xo'p. Keling shu yerda diskriminantni topish formulasini ham o'rgatib ketaman. b kvadrat minus 4ac
diskriminantni topish formulasi. Diskriminant. Xo'p, diskriminant 0 dan katta bo'lsa, funksiya grafigi x o'qini 2 marta kesib o'tadi. Yoki mana bu holatda, yoki mana bu holatda x o'qini 2 marta kesib o'tadi. Diskriminant teng 0 bo'lsa, funksiya grafigi x o'qini 1 marta kesadi. Mana bu holatda. Diskriminant 0 dan kichkina bo'lgan holatda funksiya grafigi x o'qini umuman kesib o'tmaydi. Demak, diskriminantni topishimiz ham bizga grafikni chizishimizga yordam berar ekan. Xo'p, ana endi funksiyani uchi bizga qiziq, ya'ni funksiyani uchini koordinatalari qiziq. Funksiyani uchini koordinatalarini x0 va y0 deb hisoblasak, x0 ni topish uchun -b taqsim 2a formula, -b taqsim 2a formuladan topamiz. y0 ni esa -d taqsim 4a. D bu yerda diskriminant, mana bu b va a lar esa bu yerda funksiyamiz ax kvadrat plus bx plus c bo'lganligi uchun x kvadratni oldida turgan mana bu koeffitsient bizdagi mana shu a. X ni oldidagi koeffitsient esa b. Xo'p, demak, mana shu yerda biz formulalar bilan tanishdik kvadrat funksiyani grafigini qurish uchun. Ana endi mana shulardan foydalanib, keyingi funksiyani grafigini qurib, savollarga javob beramiz. Va bu yerda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak ekan. Agar mana shu a koeffitsient, ya'ni x kvadratni oldidagi koeffitsient minus bo'lsa, funksiyani grafigini e'tibor bersak, mana bu funksiyani parabolani shoxlari pastga qaragan bo'ladi. Mana birinchi funksiyamizda ham x kvadratni oldidagi mana bu koeffitsient -2. Shuni hisobiga mana bu parabolani shoxlari pastga qaragan bo'ldi. Agar funksiyani x kvadratni oldidagi koeffitsient minus bo'lmasa, ya'ni plus bo'lsa, mana bu ikkinchi va uchinchi funksiyalar kabi, bunda grafigimiz, parabolamiz yuqoriga qaragan bo'ladi. Demak, mana shularni bilgan holda keyingi funksiyani to'liq tahlilini qilamiz. Xo'p. Aytaylik, mana shu 7-chi funksiyani to'liq tahlil qiladigan bo'lsak. Xo'p, yaxshi. Demak, x teng 0 ni hisoblasak, y barobar 0 ni kvadrati. Mana shu funksiyani hisoblaymiz. -6 kara 0. Demak, plus 8. Buni hisobladik. Demak, 8 ga teng. Bu nima degani? Demak, funksiyamizning grafigi sakkiz nuqtada, y dan 8 bo'lgan nuqtada y o'qini kesib o'tadi. Xo'p. Parabolani shoxlari tepaga qaragan, buni ham bilamiz, ya'ni a koeffitsiyentimiz musbat. Xo'p, ana endi y0 ni hisoblaymiz. Bunda xo'p, x kvadrat minus 6x plus 8 teng 0. Bundan x ni topadigan bo'lsak, qo'shsak 6, ko'paytirsak 8, Pifagordan. Demak, bunda 2 bilan 4. X teng 2 va 4. Bu nima degani? Bu 2 va 4-chi nuqtalarda x o'qini kesib o'tadi degani. Demak, hozir parabolamizning shakli mana shu shaklda grafik hosil bo'lyapti. Demak, mana shuni tartibda. Xo'p, buni chizib qo'ydik mana. Xo'p, ana endi
parabolani uchini koordinatalar, ya'ni mana bu parabolani uchini koordinatalarini topamiz. Bunda x0 ni topadigan bo'lsak, minus b taqsim 2a. B imiz minus 6, demak a esa 1 ga teng. Minus 6 minus, demak minus minus 6, 2 kara 1. 6 taqsim 2, natija 3. Demak, mana bu yerda 3 nuqta ekan. Ana endi y0 ni topadigan bo'lsak, diskriminantni 4a ga. Minus diskriminant taqsim 4a. Diskriminantni topish formulasini yuqorida o'rgandik. Demak, b kvadrat minus 4ac. Xo'p. Demak, minusdan minus 6 ni kvadrati minus 4 kara 1 kara, demak 8. Nega 8? Chunki s bizda mana bu 8. Xo'sh, 4 kara 1. Natija minusdan 4dan, demak yuqorida 36 ayrilgan 32, bu 4 ga teng. 4 ni 4 ga bo'lib qo'ysak 1 ga teng va minus 1. Demak, mana bu qiymatimiz minus 1 ga teng ekan. Demak, 3 minus 1 da parabolani uchlari yotadi. Demak, grafikimiz tayyor. Parabolani uchini topdik. Ana endi hamma savollarga javob berishimiz mumkin. Qaysi choraklardan o'tadi? Birinchi, ikkinchi va to'rtinchi choraklardan o'tadi. Funksiyani koordinata o'qlarini kesish nuqtalari. Demak, buni yuqorida hisoblab topib qo'ydik. Y o'qini 8 nuqtada kesib o'tadi. X o'qini 2 va 4 da. Funksiyani aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizgacha. Funksiyani qiymatlar sohasi esa minus 1 dan, demak, cheksizgacha. Demak, minus 1 dan cheksizgacha. Nega? Chunki quyi chegaramiz ma'lum, yuqori chegaramiz esa bizda noma'lum, ya'ni cheksiz ketadi. Xo'p, funksiyani o'sish kamayish oraliqlari. Demak, mana bu parabolani uchidagi 3 nuqtaga qaraymiz va minus cheksizdan 3 gacha kamayib keldi. 3 dan cheksizgacha funksiyamiz o'sadi. Demak, mana shunday javob berishimiz kerak bo'ladi. Demak, 3 gacha kamayuvchi, 3 dan cheksizgacha esa o'suvchi. Demak, mana 7-funksiyani ham to'liq tahlil qilib, to'liq javoblar berdik. Yuqoridagi birinchi funksiyaga o'xshab javoblarni mana bu tartibda yozib chiqasiz. Demak, hamma funksiyalarga umuman olganda, demak, siz bu bo'limda har qaysi funksiyani mana shu savollarga javob berish uchun birinchi navbatda, demak, grafikni qurishni bilishingiz kerak. Grafikni qurish ketma-ketligini mana bu yerda yozib ko'rsatib berdim. Ya'ni x0 ni hisoblaymiz, keyin y0 ni, parabolani uchlarini topamiz, x0, y0 va grafikni qurib qolgan savollarga javob beramiz. Choraklarni gaplashdik. Choraklar o'zgarmaydi, har doim mana shu tartibda bo'ladi. Ya'ni mana bu birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi choraklar. Bu o'zgarmaydi, har doim bir xil. Va aniqlanish sohasi, demak, koordinata o'qlarini kesib o'tadigan nuqtalar. Demak, grafikni qurganingizdan keyin mana bu y o'qi, demak, y o'qini qayerda kesib o'tsa, mana shu javob bo'ladi. X o'qini qayerda kesib o'tsa, mana bu x o'qi. Demak, bunda mana shu javob bo'ladi. Aniqlanish sohasi x ga berish mumkin bo'lgan qiymatlar. Xo'p, bunda hamma savolga minus cheksizdan plus cheksizgacha deb javob berib qo'ysangiz bo'ladi. Chunki kvadrat funksiyani aniqlanish sohasi har doim barcha haqiqiy sonlardan iborat. Xo'p, demak, qiymatlar sohasiga kelganda endi grafikingizga qarab turib, parabolani uchiga qarab turib, demak,
shu yerdagi x nuqtani topasiz va minus cheksizdan mana shu x nuqtagacha bo'lgan holatda grafikingiz o'suvchimi, kamayuvchimi ko'rasiz. Bu holatda yuqoriga qaragan bo'lsa, mana shu qismi kamayuvchi bo'ladi. Mana bu qismi esa o'suvchi bo'ladi. Agar grafik sizda shoxlari pastga qaragan bo'lsa, parabolani uchigacha, ya'ni mana bu qismda o'suvchi, parabolani uchidan bu yerga qarab turib kamayuvchi bo'ladi. Xo'p, demak mana shu tartibda hamma funksiyalarga javob berishingiz kerak bo'ladi bu mavzuda. Demak, har bitta misolni ishlab chiqmadim, chunki juda ko'p vaqt ketib qoladi va video ham juda cho'zilib ketadi. Demak, asosiy bilishimiz kerak bo'lgan bilimni berdim. Mana shular asosida 2-3 ta funksiyani grafikini qurib savollarga javob berib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu 16 ta savoldan ixtiyoriysi sizga tushgan taqdirda ham mana shu o'rgangan bilimlaringiz orqali unga javob bera olasiz. Demak, bugungi darsni shu yerda yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Xayrli, manfaatli bo'lgan bo'lsa, siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.